Yegona yaratquchi. Avtori Yarmuhammad Jaloliddin. Planlovchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Said, korrektor Abduvali Said, bat va muqobil lohiyaliguchi A. Aqxon. Din insonlar taraqqiyotining mahsuli emas. Samaviy din ahli shuningga birdek ittifoqki, dinning manbasi koinot va uningdagi barliq maxluqotni yaratgan hamda koinotni o'z ilkida xohlagancha idora qilishga qodir yuksak bir kuchga berib taqiladi. Bu shu ma'nodaki, Parvardigor dinni o'zining xohlagan bandalariga vahiy qilish orqali insoniyatning to'g'ri yo'lda yurishi, dunyolik va oxiratda baxt saodatga erishish uchun nozil qilgandir. Din qandaqdir insonlar tarafidan ijod qilingan, ular hissiy yoki moddiy turtkilar ta'sirida o'z-o'zini taskin topqizish uchun paydo qilib olgan va yoki ba'zi sinfiy kuchlar tarafidan oddiy avomni idora qilish uchun o'ydirib chiqarilgan narsa emas. Balki u inson o'z qadamini zamin yuziga tekkizish bilan tang mavjud bo'lib kelayotgan ilohiy bekitmadan iborat. Materializmchilar, dinsiz faylasuflar, ateist, mutafakkur va jamiyatshunoslardan tarkib topgan bir turkum tadqiqotchilar nazarida din insonlar taraqqiyotining natijasi. Dindorlik bo'lsa, insonlar taraqqiyoti jarayonida barliqqa kelgan turli xudochilik ideyalari taraqqiyotining mahsuli bo'lib, ibtidoiy jamiyat insonlarida iloh haqida e'tiqod bo'lgan emas. Ularning qarashicha, insonning dinga va diniy aqidalarga e'tiqod qilishiga turtki bo'lgan omillar ibtidoiy davrni bo'ylab tadrijiy yuksalgan. İbtidai insonlar ana shu omillar va hadislarning turtkisida dinning barliqqa kelishiga asos solg'uvchilardir. Ularcha bo'lganda dinning kelish manbasi insonlarning o'zlaridir. Bu xil mafkuraga ko'ra din va ilohiyat masalalari o'tmishdagilarning keyingilarga qoldirgan ijodiy merosidan iborat. Amaliyotda dinning manbasini insonlarga bog'lab, uni insonlar taraqqiyotining mahsuli deb qarag'uvchilarning ko'p qismi dinni inkor qilguvchi dahriy faylasuflar va dinsiz jamiyatshunoslardir. Ular garchi insonlarning dinga e'tiqod qilish jarayoni haqidagi tafsilotlarda o'rtaq fikrda bo'lmagan bo'lsa-mu, masalaga natija e'tibori bilan qaragan vaqtda ularning yetmoqchi bo'lgan nuqtasida din insonlarning ijodiyati degandan iborat bir o'rtaqlik saqlanib kelgan. Mazkur qarashdagilar o'ttirg'i qo'ygan insonlarning taraqqiyot jarayoni haqidagi tushuntirishlari, izohat va ma'lumotlarga kelsak, ularning hech biri ilmiy faktga asoslanmagan. Hammasi degudek farazga tayangan bo'lib, bu xil da'volar amaliyotda ilmiy tarozida jing'i o'ltirmaydigan, puttirab turolmaydigan da'volardir. Ularning din tarixi haqidagi tushuntirishlarida turli arxeologiya va geologiya taxminlarini ilmiy fakt o'rnida suiiste'mol qilishi, bo'libmi bu xil farazga tayangan natijalarning doim ilmiylikdan, dalil isbotdan so'z ochadigan dinsizlik tashabbuschilari tomonidan haqiqatchil ideya sifatida tashviq qilinishi, yana kelib bularning hammasining ularning tavranmas aqidasiga aylanib qolishi kishining taajjubini qo'zg'amay turolmaydi. Amaliyotda dinsizlarning dinning barliqqa kelishi tarixiga munosabatlik bayonlarda ibtidoiy jamiyat haqidagi qarashlarni asos qilib olishi, boshqalarni din va dindorlikning insonning o'z ijodi va mahsuli ekanligiga qoyil qilish uchun topgan dastikidir. Dinning insonlar taraqqiyotining mahsuli ekanligi haqidagi qarashlar milodiya 19-asrda g'arbda davr surgan ijtimoiy taraqqiyotchilik iqimdagilar tomonidan o'ttirg'i qo'yilganligi bilan mashhurdir. Mazkur iqimdagilarning asosli vakillarini tilga olishga to'g'ri kelsa, g'arbning dinshunoslik va jamiyatshunoslik sohalarida ko'zga ko'ringan olim va faylasuflardan Spencer, Taylor, Fraser va Emil Durkheim qatorliqlarni ko'rsatib o'tish mumkin. İjtimoiy taraqqiyotchilik iqimini asos yo'nalish qilganlar dinning insonlar tarixida qaysi xil taraqqiyot va bosqichlarni boshdan o'tkazganligi haqida bergan sharhlarda farqli farazlarni o'tirg'i qo'yishdi. Masalan, ulardan ba'zilari dinning kelish manbasini qadimki totemizmga bog'lasa, yana ba'zilari o'z qarashini insonlarning ibtidoiy jamiyatdagi tabiat hodislaridan olgan ichki ta'sirotlarga bog'lash orqali isbotlamoqchi bo'lishdi. Uningdan boshqa insonning go'zallik va sevgi haqidagi tuyg'ularini dinning manbasi qilganlarmi har xil ichki va tashqi hodisalar, turli sabab omillarning insonlarning dindan iborat bu ruhiy to'rikni barliqqa keltirishiga asos bo'lganligini da'vo qilganlarmi bor. Yana taxa dinning barliqqa kelishi va turlarga ayrilish haqidagi bosqichlarni insonlarning ilm, fan va sanoat taraqqiyotiga taqqoslash orqali aslida dinning yo'qlikdan tadrijiy shaklda barliqqa kelganligini, andan bargancha taraqqiy qilib kunimizdagi holatiga kelganligini da'vo qilganlarmi yo'q emas.
Xulosalaganda, ular bu xil hosilotlarning hammasini din ijtimoiy hodisadan iborat yoki din inson ijod qilgan degan bir jumlaga yaqinchoqlash orqali dinning manbasining inson emas xudo ekanligini inkor qilmoqchi bo'lishdi. Mana bularning hammasi keskin faktlarga tayanib chiqarilgan emas, balki taxminiy qarashlarni manba qilgan hukmlardir. Hatta bu ilm-fan sohasida shu sohaning o'z mutaxassislari orasidami hamma qoyil bo'ladigan o'rtaq fikrga aylanolmagan bir ideya bo'lib, ilmiy o'lchamga asoslangan vaqtimizda bu xil qarashlarning hammasining ilmiy nuqtadan vazni bor deyishga darajasi to'shmaydiganligini ko'rib yetalaymiz. Ma'lumki, ibtidoiy insonlar haqidagi tadqiqotlar ilmiy sohada kaskin va aniq asosga ega tadqiqotlar jumlasidan sanalmaydi. Chunki bu soha taxminiy ma'lumotlar va subyektiv omillarni dalillashga ehtiyojli farazlarni asos qilib turib tadqiq qiladigan soha bo'lib, bu xil shaklda elib berilayotgan tadqiqotlar nishon va g'oya jihatlardan ko'plagan xatoliklarga yo'l qo'yishdan saqlanadigan emas. Shunga ibtidoiy jamiyat haqidagi tadqiqot obyektlarining aniq natijalariga erishish mumkin bo'lmaydigan doira ekanligini ilm-fanning o'zimi e'tirof qilgan va buning ilm-fanning xizmat doirasidan tashqari sanaladiganligini muayyanlashtirgan. Gerçi mazkur sohaning kasb ahlilari ilm-fan nomidagi har xil taxminga tayangan faraz va ma'lumotlarni o'ttirg'a qo'yayotgan bo'lsa-mu, bu xil faraz va ma'lumotlarni texi ilm-fanda rasmiy mavqe va o'rin tikilgan deb ketgili bo'lmaydi. Bo'libmi, dinning barliqqa kelish tarixi haqidagi tadqiqotlarda texmi shundoq. Chunki olimlar muayyanlashtirgandek tosh qurollar davri va undan ilgirki davrlarda bayqalgan qadimiy yodgorliklar haqidagi sirlarning tegi va mohiyati bizga texchi noma'lum. Buningga cho'nqurlab cho'kishning yo'li yana shu taxminlarga agishish va farazlarga tayanishdan boshqa narsa bo'lgani yo'q. Tuvandagi aqliy va ilmiy bayonlar din insonlar taraqqiyotining mahsuli degan qarashning safsati ekanligini muayyanlashtirishga yetarlik bo'lib, bu vaqtdagi da'volarga tuvandikicha javob berishimiz mumkin. Birinchi, aydonlashtirib olish muhim bo'lgan nuqta shuki, insonlarning dastlabki dinga e'tiqod qilish tarixini madaniy turmushdan ayrilgan qaloq millatlarning diniy e'tiqodiga munosabatlik asari atiqalar orqali isbotlashga urinish, dalillash metodidagi xatolik va ilmiy jihatdan bir turlik fojiadir. Chunki tadqiqotlarga asoslanganda ashu dindor deb qaralgan ibtidoiy millatlarning shu davrga yetib kelish uchun yana bir qanchalagan davrlarni besib o'tganligi ma'lum. Tadqiqotchi olim, tarixshunos Hofding aytgandek, dinlar tarixi haqidagi bu xil taxminiy yakunlarni dinning paydo bo'lish masalasini hal qilishdagi asosiy tayanch qilib olish ilmiylikdan to'limi yiroq. Chunki tarix bizga shu xil ibtidoiy jamiyatning ma'lum mazgilda qanday shakllanganligini isbotlab berishga ojizlik qiladi. Tarixiy yodgorliklarning bizga eng cho'ng qilib beradigan ishi burun yoki keyin maydonga kelgan bo'lishidan qat'iy nazar har xil dinlarning shakllari haqidagi zanjirsimon uchurlar bo'ladi xolos. Yana kelib buni isbotlash shunchalik qiyinki, biz biladigan qadimki insonlar qabilasimi yana nurg'un davrlarni o'xshamagan va uzun so'zilgan tarixiy taraqqiyot bosqichlarini besib o'tgan. Ikkinchi, dinning taraqqiyotning mahsuli ekanligi to'g'risida keltirilgan isbotlardan biri insondagi ruhiy quvvat va ma'naviy yuksalishning insonning moddiy turmush taraqqiyoti bilan mos qadamda mang'anligini, xuddi moddiy taraqqiyot insonlarni oddiylikdan tadrijiy holda bugungidek taraqqiyotning yuksak cho'qqisiga ilib chiqqanidek, diniy aqmo tadrijiy o'ylanish yoki har xil omillar natijasida ruhiy ochliqni qondirish yuzidan ibtidoiy insonlarda asta-asta taraqqiy qilganligini va bara-bara dindorlik holatining shakllanganligini da'vo qilishdir. Gerçi bu xil qarash qarmoqqa jalb qilarlik ko'rinsimi, amaliyotda reallikdan to'limi yiroq bo'lib, faqat farazga tayinish, isbotsiz va o'rinsiz qiyos qilish, moddiy taraqqiyot bilan ma'naviy ruh orasidagi munosabatni biri bo'lganlikdan yana birimi bo'lgandek tuyg'uga keltirib, so'z o'yini qilishdan boshqaga yaramaydi. Xulosalaganda, buning moddiy taraqqiyot insonlarning ijodiy bo'lganidek, dinmi insonlarning ma'naviy ijodiy ekanligini ilgari surishdek bir xil gipnozlik fikr ekanligini ko'rib olish tas emas. Albuki, amaliyot va reallik buning dal aksicha. Bugungi davrda moddiy taraqqiyot gullanib, kishilar bayashotlik va to'qchilik ko'rgan sari ularda ma'naviyatmi tang taraqqiy qilmoqda yo'q, ojizlayotganligini ko'ryapmiz. Bo'libmi, dindan yiroqlashish, ijtimoiy va siyosiy muhitga dinning aralashishini cheklash asosiy o'ringa qo'yilayotgan yaqinqi zamon g'arb madaniyatining kunimizdagi realligi buning tipik misoli bo'la oladi.
ularning moddiy taraqqiyotining oldingi o'rinda turishi ularning ma'naviyatini beyitib va axloqini yuksaltirib, ularni dunyoning oldingi o'rniga o'tkazmoqda yo'q. Aksicha, insoniy axloqqa zid keladigan, hatto jinoyat sanaladigan qilmishlar ularda madaniyat tusini olmoqda. Axloqiy yo'qsizlik bosh ko'tarmoqda. Mana bular moddiy taraqqiyotga beqinib, ma'naviyatning yuksaladiganligi va ilg'orlashadiganligidek o'lchamning reallikda o'rni yo'q narsa ekanligini ko'rsatib beradi. Agar moddiy taraqqiyot yuqori cho'qqiga chiqqan sari kishining ruhiyatimi shuncha kuchaydigan, ma'naviyatimi tang taraqqiy qilib yuksak diniy ruhga ega muhit shakllanadigan bo'lsa edi, Jungu va Rossiyaga o'xshash ellarda kunimizdagidek avj olgan dinsizlik, dahriylik va ateizmlikqa o'xshash dinga tubdan qarshi ideyalar rivojlangan sari moddiy taraqqiyotmi diniy va axloqiy tushkunliklarga mos qadamda zavol tepishga qarab yuzlansa, orqaga chekinsa qat'iy bosh ko'tarmasi bo'ladi. Texi ularning dunyo imperatorlari sahnasidan o'rin olishi u yoqda tursin, moddiy taraqqiyotda dunyoning eng qaloq va eng orqada qolgan ellarga aylanishi munosib edi. Biroq reallik buning dal aksicha. 3. Dinning taraqqiy qilishi haqidagi fikrlardan yana biri bugungi ilm-fan va sanoatdagi taraqqiyotlarning insonlar taraqqiyotining mahsuli bo'lganiga o'xshash dinning taraqqiyotining mahsuli ekanligini ilgari surgan da'vodir. Mana bumi oldinqisidan ko'p farqlanmaydigan, hatto oldinqisidan tafsiliyroq o'tirg'a qo'yilgan qarashdir. Bu qarashdagilarning izohlashicha, insonlarning ilm-fan va boshqa sanoat xarakteridagi taraqqiyotlarning hammasi dastlabda oddiy holatda bo'lib, tadrijiy ko'payish hodisasining amalga oshishi, tajribalarning to'planishi natijasida bugünkidek murakkab holatiga kelgan. Xuddi shuningdek, insonlar aqliyatimi dastlabda oddiy holatda bo'lib, keyin davrning almishishi bilan tadrijiy holda turli afsonaviy to'qilmalarning maydoniga kelishi va boshqa har xil omillarning turtkisida taraqqiy qilib, bugünkidek murakkab holatga kelgan. Yuqorqida qiyoslarmi o'xshashla sog'lom asosga yoki ilmiy fakt ustiga qurilmagan. Agar atalmish diniy taraqqiyot ilm-fan va sanoat taraqqiyotiga o'xshash taraqqiy qilib barliqqa kelgan bo'lganida, albatta 21-asrdagi insonlar ilohiy e'tiqodda eng yuksak pallaga yetsa va to'g'ri e'tiqod taraqqiyotining yuksak cho'qqisiga ulashsa to'g'ri bo'ladi. Halbuki reallikda bu xil faraz ishqa oshdimi deganda, reallik buning aksiga guvohlik bermoqda. Davrimizga qaraydigan bo'lsaqmi, taraqqiyotda dunyoning xili oldida deb qaralgan ellarda qadimki tabiatga cho'qinish hodislarining hali ham saqlanayotganligini ko'ramiz. Dinlarning taraqqiy qilishi haqidagi fikrga asoslanganda, albatta qadimki tabiat hodislariga cho'qinish tusini olgan dinlarning bugungi kunda qadimkidan farqlanishi, o'zgarib taraqqiy qilishi lozim edi. Biroq hali ham Osiyo, Afrika va Amerika qit'alarida qadimki paganizm, tabiat va tabiat hodislariga cho'qindigan ko'p xudolik dinlarning izchil asli holatini saqlab mengayotganligini ko'ramiz. Mushu nuqtada biz dinning oddiylikdan murakkablikka, tuvan qatlamdan yuqori cho'qqiga qarab taraqqiy qildiganligini da'vo qilguvchilarga shunday savol qo'ygimiz keladi. Hindi madaniyatining bugungi varislari bo'lgan Hindi ellarida atom qurollarining barliqqa kelishidek ilm-fan utuqlarining bo'lishi, sizlarning so'zinglarning dal aksicha tabiat hodislariga va uningdagi shay'larga cho'qinishning izchilligini saqlashiga qilch ta'sir ko'rsatilmadi. Agar din, ilm-fan va sanoat taraqqiyoti bilan mos qadamda taraqqiy qilib mengayotdi desak, hozirga qadar kalaga ibodat qilayotgan, hatto kalaga bo'lgan muqaddas aqidasi turtkisida ochliqdan o'lishni a'lo bilib, kala go'shi iste'mol qilishdan bosh tortib yashayotgan Hindi xalqi, yana ulardan boshqa tabiat dunyosidagi turli hodisalar va shay'larga cho'qinayotganlar ajaba diniy taraqqiyotning qaysi cho'qqisiga ulashgandi? Yana ta'kidlash mumkinki, moddiy sohalarda shundaqla ilm-fan taraqqiyotida voyaga yetgan Yevropadagi davlatlarda avj olgan dinsizlik, shundaqla Rossiya va Jungu qatorliq davlatlarda dinga og'zaki hurmat bildirib qo'yib, amaliy tuzum va siyosatlarda dushmanlarcha qarshilik ko'rsatish, jumladan 1 milliard 300 milliondan ortiq nüfusga ega Junguning va shuningga o'xshash tuzumdagi davlatlarning butun ma'arif sistemasida ateizmlik, ya'ni dinsizlik ma'arif tarbiyasini asos qilishi, texi buni majburiy ma'arif sifatida o'z xalqiga tengishi, o'z kontrolidagi rayonlarda musulmon xalqlarning diniy e'tiqodiga ig'ir darajada chek qo'yishi, diniy aqidalariga xilof ishlarni qilishga zo'rlashi, diniy bilim egallashni va normal diniy faoliyatlarni diniy asabiylik ifodalari qatoriga kirgizib, ularga ig'ir darajada moddiy va iqtisodiy jazolarni bekitish orqali
diniy kayfiyatni suslashtirishi, hatto dinni tub yildizidan quritish siyosatlarini yo'lga qo'yib, kishilarning diniy e'tiqod erkinligiga asabiylarcha qarshilik ko'rsatishi qatorliqlarning hammasini ajaba dinning taraqqiyot ahvoli bilan fan va moddiy taraqqiyotning ahvoliga solishtirish orqali qandaqmi yuqorqidek muayyanlashtirgili bo'lsin. Demak, diniy taraqqiyotni moddiy taraqqiyotga taqqoslash orqali dinning insonlar taraqqiyotining mahsuli ekanligidagi xulosaga berishning o'zi reallikqa tushmaydigan bir faraz bo'lib qolmay, balki bema'nilikdir. 4. G'arbning yana qisman tadqiqotchilari, jumladan dinsiz faylasuf va jamiyatshunoslardan Saynat Saymon, August Kont, Bertrand Russell qatorliqlar dinning taraqqiyotning mahsuli ekanligi haqidagi qarashni yuqorqi yo'nalishning dal aksicha yo'l tutish orqali isbotlamoqchi bo'lishdi. Ularcha bo'lganda insonlarning aqida yo'nalishi mohiyatda xurofotlik bo'lishiga qaramay, oldi bilan ko'p xudolik aqidasidan taraqqiy qilib, bir xudolik aqidasiga berib to'xtagan. Amaliyotda bumi ilmiy jihatdan puttirab turolmaydigan hamda islom aqidasi nuqtasidan xato bo'lgan qarashdir. Chunki o'tmishga nazar solganimizda tarixda madaniyati gullangan bir qator millatlar va taraqqiyot bosqichlarini boshdan kechirgan bir muncha allar mavjud bo'lgan. Hozir bo'lsa, shu madaniyat tarqatgan millat va allarning tushkunlik va qaloqlikning simvoliga aylanib ketganligini ko'ramiz. Ajaba ana shunday tushkunlik va qaloqlikning simvoli bo'lmish allarni hozirgi davrga solishtirib, ularni hozirgi gullanishning boshlanish nuqtasi qilib bekitish aqlga uyg'unmi? Buning javobi albatta yo'q. Xuddi shuningdek, navbatdagi ilg'or aqida bo'lgan bir xudolik aqidasini ko'p xudolik va buddizmga o'xshash tavhidga zid din va aqidalardan taraqqiy qilib kelgan deyishma o'xshashda ilmiy asosi bo'lmagan qarashdir. Yana kelib, bu qarash faqat islom nuqtai nazaridan emas, keyingi vaqtlarda dinlar tarixi, jamiyatshunoslik, insonshunoslik, psixologiya qatorliq sohalarda tadqiqot olib borgan g'arb olimlari tomonidan rad qilinishga uchragan. Hamda bu olimlar munosabatli tadqiqotlarni sunish orqali oldingi qarashni da'vo qilguvchilarga kuchli raddiya bergan. Alayliq tarixshunos va insonshunos olim Andrew Lang dinlar tarixi haqidagi tadqiqot yakunida ayni davr ijtimoiy taraqqiyotchilik iqimdagilarning aksicha insonlarning tunji e'tiqod manbasining samoviy bo'lgan bir ilohga e'tiqod qilish bo'lganligini, har qaysi dinlarning shu bir ilohlik aqidasidan shaxlanib chiqqanligini o'tirg'a qo'ydi. Shuningdek, tarixda o'tgan qadimiy qabilalarning ahvoli va ularning diniy e'tiqod to'g'risida tadqiqot olib borgan Wilhelm Schmidt o'zining uzun mezgillik tadqiqot natijasini e'lon qilib, iloh ideyasining eng qadimda yashagan barliq millatlarda mavjud ekanligini, butlarga va boshqa turli tabiat hodislariga, hayvonotlarga cho'qinadigan millatlarning e'tiqod yildizining aslida hammadan yuksak deb aqida qilinadigan bir ilohga e'tiqod qilishdan o'zgarganligini muayyanlashtirdi. Bu qarashni yana germaniyalik mashhur faylasuf Friedrich Schilling qo'llagan bo'lib, u o'zining afsonashunoslik falsafasi nomli asarida insonlarning bir xudolik diniga e'tiqod qilishi ko'p xudolik e'tiqod bosqichiga kirishdan burun bo'lgan edi deb ko'rsatgan. Yuqorqi qarashni quvvatlagan va bu haqda ilmiy tadqiqot natijalarini o'tirg'a qo'yganlar orasida G'arbning insonshunoslik, tarixshunoslik, din psixologiyasi qatorliq sohalardagi atoqli olimlar bor bo'lib, bular ichida Brockman, Wilhelm Schmidt, Schrieder, Laroy, Andrew Lang, Pascal, Heinrich Dixon, Carterfeges, Ostrich qatorliq nopozliq olimlar bor. Uningdan boshqa bu yerda yana mazkur qarashni quvvatlagan nurg'un tadqiqotchi olimlar bor. Ular o'xshamagan nuqtalar va tadqiqot obyektlari asosida bir xudolik aqidasining ko'p xudolik aqidasidan ilgirimi borligini, eng burun mavjud bo'lgan aqida ekanligini va aksicha qarashlarning ilmiy asosi yo'qligini muayyanlashtirgan. Ko'rib bo'ladiki, mazkur iqimdagilar taraqqiyotchilik iqimi tutgan yo'nalishning dal aksicha bir xudolik aqidasining insoniyat tarixida yashab o'tgan eng qadimiy xalqlarning e'tiqodi bo'lib kelganligini, bir xudolik aqidasining ul, ko'p xudolik aqidalarining shaxs ekanligini ilgari surgan. Gerçi ko'p xudolik dinlar bir xudolik dindan taraqqiy qilgan degan qarash samoviy dinlar nuqtai nazariga yaqin bo'lsa-mu, biroq yuqorqi qarashni ta'kidlayotgan bir turkum tadqiqotchilarmi aslidagi bir xudolik aqidani manba qilgan dinning kelish manbasining vahiy bo'lmasdan insonlarning ijodiyati ekanligini da'vo qilishmoqda. Albatta, biz bu nuqtada ilmiy faktlar hamda Qur'on va hadis ta'limotlari asosida ular bilan keskin yo'l ayiramiz.